12 xonaga 3 ta choy yozing. Biz Namangan tumani Qorako'l qishlog'iga kelganmiz. Bu yerda Ergashali ota oshxonasini ko'rib chiqamiz. Bugun Qorako'l qishlog'idagi Ergashali ota oshxonasida qanday taomlar tayyorlanmoqda? Bugun Ergashali ota oshxonasida qaynatma sho'rva, qozon kabob, qotirma, jiz, tabaka, lazerga osh bo'lyapti. Yevro taomlardan uyg'ur lamon, zakas lamon, zborniy, bishtekis, gulash, bistrogan, langetlar bo'lmoqda. Uyg'ur manti, mastava bor, zakas ovqatlarimiz bor. Bu mantini qarang, mantini olib keling operator. Buni qarang. Shundoq olib turib yutaveraveradigan ekanda. Donasi 5000 so'mdan ekan. Qotirmamiz 25000 so'm ekan mana. Hozir yoshi katta ulug' otaxonlarimiz Ergashali ota oshxonasiga tashrif buyurishgan. Hozir ulardan atsiv olib ko'ramiz. Assalomu alaykum opoldi. Va alaykum assalom. Yaxshi yetib keldingizmi oshxonaga? Rahmat. Tamom. Qayerdan keldingiz? Biz Nobahor shaharchasidan keldik. Mana shu o'tirgan birodarlarimiz bilan bir oyda bir marta yig'ilishimiz bor. Mana shu yerni ta'rifini eshitib, ikki safar kelishimiz şeyga. Taomlarini qaysi birini yeyishni bilmay qolaysiz. Hammasi bir-biridan yaxshi. Odam kutib olishi ham yaxshi, kuzatib qo'yishi ham yaxshi. Hamma narsalari yaxshi. Tanjollari sog' bo'lsin, ovqatlari bundan ham yaxshi o'taversin. Eng sevimli taomingiz qaysi? Taomlardan har shu mana sho'rva, qozon kabob nima ekan, hammasi ham bir-biridan yaxshi. Lekin mana qilayotgan oshlari ham yesangiz arziydi. Yana qaytishga kelaman deb niyat qilasiz. Yoz va qish mavsumlari uchun sovutish, isitish tizimlari o'rnatilgan, yig'ilishlar uchun xonalar shay holatda turibdi. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Bunaqa shaksliklarni Qorako'ldan topasiz. Narxi 22000 so'm ekan. Voy, kattaligini qarang. Agarda Qorako'l qishlog'iga kelsangiz, Ergashali ota oshxonasiga kirib taomlanishni unutmang. Manzil Qorako'l qishlog'ining markazida joylashgan.